Ilova ochilgandan keyin nomerimizni yozamiz bu yerga. Nomerimizni yozib kirgizamiz. SMS jo'natiladi. Va bu yerdan keyingisiga o'tishni bosamiz va tasdiqlashni bosamiz. Tasdiqlash parol kirgizing deydi. Bu yerda ismingiz va yilingizni yozsangiz to'g'riroq kirishingiz osonroq bo'ladi. Davom etishda bosib olamiz. Pin kodni kiritamiz. O'zingizga eng oson, esingizdan chiqib qolmaydigan 2 marta takrorlab olamiz pin kodni. Va barmoq izidan foydalanilaylikmi deyapti. Yo'q, foydalanmang deb bosib qo'ysangiz osonroq. Uzum karta bor, pul bor. Bu reklamalar chiqadi bitta ikkita. Roziman